Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi kunda 200 dan oshiq o'quvchilari Germaniyaning barcha 16 ta viloyatida ham eng nufuzli universitetlarida va eng talabgor kasbiy ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan va Xorazmdagi eng yirik faqat nemis tiliga ixtisoslashgan Berlin til maktabi sizlar uchun bomba yangilik tayyorlagan. Qani, bizlar esa sizlar bilan bu yangilikni birgalikda bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechta yangilik edi? Bu ajoyib yangilik hali shu vaqtgacha bo'lmagan. Bizani Berlin nemis tili markazimiz Germaniyaning bir nechta nufuzli universitetlari bilan hamkorlikni boshladilar. Endi buni natijasida bizani markazimizda bu ikki Sibir sertifikatini qo'lga kiritgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri 1 yil student kollek o'qib o'tirmang, vaqtini pulini sarflab o'tirmang, to'g'ridan-to'g'ri birinchi kursdan boshlab yuborsalar bo'ladi. Student kollek nima o'zi? Student kollek bu Germaniya universitetlari qoshidagi maktab bo'lib, u yerda chet tilliklarni 1 yil davomida universitetda tayyorlaydilar. Endi bu narsa yo'qolib ketdi. Ya'ni hech qanday student kolleksiz bizning o'quvchilarimiz Germaniya universitetlarida to'g'ridan-to'g'ri birinchi kursni boshlab yuborish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Shu vaqtgacha bizda nemis tilini o'rganib, Germaniya universitetlarini bitirgan va hozirda o'qib turgan talabalarimiz 1 yil student kollek aytishga majbur edilar. Nohadasa Germaniyada 12 yillik ta'lim tizimi va bizning O'zbekistonda esa 11 yillik ta'lim tizimi. 1 yil yetishmaydiradi. Endi bu narsa yo'q. Ajoyib-ku. Men o'ylaymanki bu ma'lumot hammaga manfaatli bo'ldi. Agarda kim Germaniya universitetlarini to'g'ridan-to'g'ri 1-kursdan o'qishni boshlayacak bo'lsa va qiziqsa bu narsaga kommentariya plyus qoldiring.